Azizlar, bugungi ma'ruzamizning mavzusi barcha hikmatlarning boshi taqvodir degan mavzuga bag'ishlanadi. Ya'ni hammamiz uchun har doim zarur bo'lgan mavzulardan biri. Keling, ana shu mavzu borasida bugun yaratgan Parvardigorimizning kalomidagi oyatlar, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan bir ta'limotlarni ifoda qilamiz. Demak, taqvo. Taqvo degani o'zi nima degani deb ulamolarimiz ta'rif bergan ekanlar. Taqvo degani bu saqlanish degani ekan. Saqlanish. Alloh subhanahu va taolo buyurgan amallarda bardavom bo'lib, gunoh bo'ladigan, ma'siyat bo'ladigan, o'zimizga-yu o'zgalarga zarar bo'ladigan illatlardan saqlanishimiz va mana shu saqlanishlik evazida Parvardigorimizning qahri, g'azabidan, azobidan qutulishga taqvo deyilar ekan. Mana shu ma'noda Qur'oni Karimning juda ko'p oyatlarida taqvoga chaqirilganmiz. Saqlanishlikka buyurilganmiz. Va mana shu saqlanishlik, ehtiyotkorlik natijasi o'laroq Parvardigorimizning ko'plab marhamatlariga miyassar bo'lishimiz to'g'risida xabarlar kelgan. Taqvo degani shu ekan. Niso surasining 131-oyatini o'qiymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Parvardigorimiz marhamat qilyapti, valaqod deb. Bu joydagi valaqoddagi lom alifi ham, bu joydagi qoddagi bular hammasi ta'kid. Batahqiq degan ma'no kelib chiqadi. Parvardigorimiz aytayaptiki, batahqiq biz o'sha kitob berilganlarga ham, sizga ham Allohdan taqvo qilishlikka buyurganmiz. Bu joydagi vavassoyna vasiyat qilganimizdan murod buyurganmiz degan ma'no ekan. Hech qanaqa ikkilanishsiz yoki aytaylik bir shubhasiz yoki bir tavsiya ma'nosida emas, qilsangiz yaxshi, qilmasangiz ham o'zingiz bilasiz degan ma'noda emas. Shunaqa qilishimiz kerak, shunaqa bo'lishimiz shart degan ma'noda Parvardigorimiz aytayapti, faqatgina sizlarni emas, o'sha sizlardan oldingi kitob berilganlarni ham shunga buyurganmiz. Allohdan qo'rqishga, o'sha Alloh taolo man qilgan narsalardan saqlanishlikka buyurganmiz deyapti. Kitob berilganlar deganda kimlarni tushunamiz desa, ko'pchiliklar nasroniylar, yahudiylar yo'q. Mufassirlarimiz aytayaptilarki, Odam alayhi salatu vassalamdan tortib mana shu kunga qadar o'tgan jamiki insoniyat, shu jumladan hozir yer yuzida yashab turgan barcha odamlar va bundan keyin qiyomatga qadar keladiganlar ham
Buni qamrov juda keng. Parvardigor bu xitobini hammaga qilgan va qilmoqda deb tafsir qilgan ekanlar. Chunki hamma insonlar Allohning bandasida, hamma insonlar bir ota bir onadan tarqaganmizda. Robbimiz bir, Parvardigorimiz bir. Ana shu yakka yagona bo'lgan Parvardigorimizning o'zi mana shu oyatda hamma bandalarga, shu jumladan siz bilan bizga ham Allohga taqvo qilishlikka, ya'ni Alloh uchun man qilingan narsalardan saqlanishligimizga, gunoh va ma'siyatlardan o'zimizni ehtiyot qilishimizga, zararli illatlardan uzoqroq yurishimizga Alloh taoloning o'zi buyuryapti. Hammamizga. U narsalar ma'lum-ku o'zi. Nima biz uchun harom qilingan, nima man qilingan, nima mumkin emas, bu narsalar aytilgan, bilamiz. Bugun yana bir eslatyapmiz xolos. Bu hayotiy tajribada ham buni ko'rasiz. Nimaiki muborak dinimiz ta'limotlarida taqiqlangan bo'lsa, qaytarilgan bo'lsa, bu juda ko'p zararlardan qaytarilgan. Sog'lik uchun zarar bo'ladigan narsalardan qaytarilgan. Oilamizni aytaylik, mustahkamligiga, baxtiga zarar bo'ladigan narsalardan qaytarilganmiz. Tug'iladigan farzandlar nogiron, xasta, kasalmand bo'lib tug'ilishiga sabab bo'ladigan narsalardan qaytargan Parvardigorimiz. Jamiyatda odamlar bir-birlariga adovat va dushmanlik hosil qiladigan narsalardan, o'g'irlik, birovning haqqiga xiyonat kabi illatlardan qaytarilganmiz. Ana shu narsalarni hammasini jamlab, har birini agar alohida o'rganadigan bo'lsak ham, mana shu ishlarga beparvolik bilan berilib ketgan odamlarning hayotini o'zi hammamiz uchun ibrat bo'ladi. Bunday o'ylab tahlil qilib ko'rsangiz, qaytarilgan narsalardan tap tortmaganlar, saqlanmaganlar, taqvo qilmaganlar, o'zlarini ehtiyot qilmaganlar xoru zorlikdan boshqa narsani ko'rmaydilar. Hali bu dunyodagisi, oxiratdagisi bundan ham og'irroq bo'ladi. Shuning uchun muhtaram jamoat, yana bir karra hammalaringizga shu narsani yetkazib, iltimos qilib so'raymiz. Va bizni mana bu ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlarga ham shu murojaatni qilamiz. Har birimiz o'zimizdan boshlaylik. O'zimizni tarbiya qilishlikdan boshlaylik. Farzandlarimizga namuna bo'laylik. Shunda inshaalloh Robbil Alamin dunyomiz ham obod bo'ladi. Umid bilan o'stirayotgan farzandlarimiz ham kelajakda bizlar uchun ne'mat bo'ladi. Allohdan bir yaxshilik bo'ladi. Aks holda o'ylamang. O'zingiz o'sha man qilingan narsalardan saqlanmasangiz, o'zingiz aytaylik o'sha tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan xulq-u atvorga ega bo'lmasangiz, o'zingiz noto'g'ri yo'llarda yurib, noto'g'ri tursangiz, bolam unaqa qilmagin, bu yaxshi emas. Bunaqa qilish mumkin emas. Bu man qilingan desangiz lekin zurriyotlaringiz uni aksini sizda ko'rsa, u ta'sir qiladi deb o'ylaysizmi? Ta'sir qilmaydi. Yana bir oyat Oli Imron surasining
102 oyatida. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Sadaqallohul azim. Ey mu'minlar, ey iymon keltirganlar. Alloh subhanahu va taolodan chinakam qo'rquv bilan qo'rqing va musulmon bo'lmay dunyodan o'tmang. Mana chinakam qo'rquv bilan qo'rqing. Taqvoning yana bir ma'nosi mana shu. Allohdan qo'rqish. Alloh subhanahu va taolodan biz qaysi ma'noda qo'rqamiz? Parvardigor olam bizga nisbatan o'ta bir qahri qattiq zot. Bizga nisbatan Parvardigorimiz judayam bir qattiq turadigan, bizga qahr g'azab qiladigan, doimo bizni tergab, zulm qiladigan zot sifatida Allohga taqvo qilib qo'rqmaymiz. Balki Parvardigorimizni Arhamur Rohimin deb bilamiz. O'ta rahimli, o'ta mehribon zot. Parvardigorimiz bizga hattoki ota-onamizdan ham, eng yaqin qarindoshlarimizdan ham, hattoki farzand bola chaqamizdan ham bizga yaqin zot. Bizni yo'ldan bor qilgan, bizni yaxshi ko'radigan Parvardigorimiz. Lekin azizlar, har bir narsani o'zini chegarasi bor-da. Haddi bor. Ana shu haddi buzganimizdan keyin, haddimizdan oshganimizdan keyin bir emas, ikki emas, davomiy ravishda isyon qilaversak, Parvardigorimizning g'azabini keltiraversak, albatta bir kun yo bir kun uning azobiga yo qahriga duchor bo'lishimiz muqarrarda. Shunda ham Parvardigorimiz bizlarga juda ko'p fursat berib qo'yadi. Juda ko'p bir muhlat berib qo'yadi, imkoniyat beradi. To jonimiz halqumizga kelgunicha tavba eshiklari ochiq. Lekin o'sha holat qachon, qaysi mahal, qanday sodir bo'lishligini bilmaymiz-da. Shuning uchun biz doimo o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Doimo hazir bo'lishimiz kerak. Hali muhlatim bor-ku, hali yoshman-ku, hali bir keksayganimda bo'lar bu yaxshi ishlar deb o'ylaydiganlar xato qiladi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom so'radilar sahoba ikromlardan. Hayot bilan ajalning o'rtasi qancha deb bilasizlar? deb so'raganlarida ba'zilari bir oy, ba'zilari bir hafta, ba'zilari bir kecha kunduzni aytishganda ham juda ham uzoqni aytyapsizlar-ku. Ya Rasululloh o'zingiz aytingchi bo'lmasam deyishganda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom namozda qa'day oxirida o'tirib namozni tugatayotganimizda o'ng tomonga assalomu alaykum va rahmatulloh deb chap tomonga assalomu alaykum va rahmatulloh deya olamizmi, yo'qmi bilmayman degan ekanlar. Mana shu soniya-ku, soniya. Mana shu soniyani oralig'ida bo'lishi ham mumkin ekanda, hayot bilan o'limni oralig'i. Hech kim hech narsa deya olmaydi. Albatta Allohdan uzoq umr so'raymiz. Barakali hayot so'raymiz.
Lekin ana shu uzoq va barakali hayotimiz ham yaxshi, mazmunli, savobli ishlar bilan o'tsa yaxshi ekanda, o'zimiz uchun ham, atrofimizdagi boshqalar uchun ham bir manfaatli hayot kechirsak yaxshi bo'lar ekan. Hamma uzoq umr ko'rganlarda ham hayoti yaxshi bo'lavermas ekan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadislarda marhamat qilganlar. Khayrukum man tola umruhu va hasuna amaluhu. Sizlarning yaxshilaringiz uzoq umr ko'rib, yaxshi ishlar ko'p bo'lganlaringizdir. Yaxshi amallaringiz ko'p bo'lganlaringizdir degan ekanlar. Va hadisning davomi bor ekan. Bunga ham e'tibor qarating. Va sharrukum man tola umruhu va sharra amaluhu. Yomonlaringiz umri uzoq bo'lib, yomon ishlari ko'p bo'lganlaringizdir degan ekanlar. Mana shu muvozanat, mana shu qolib, mana shu mezon. Shuning uchun azizlar, Allohdan uzoq umr so'raylik, barakali hayot so'raylik, shunga qarab intilaylik, sog'lom turmush tarzini kechiraylik. Sog'ligimizga, iqtisodimizga, oilamizga, farzandlarning ta'lim tarbiyasiga zararli bo'ladigan illatlardan saqlanaylik. Va mana shu uzoq umrni yaxshilik bilan, o'zimiz uchun ham o'zgalarga ham bir yaxshilik ulashish, savobli ishlar bilan, odamiylik, oqibat, shirin suxanlik bilan o'tkazaylik-da. Shunda inshaalloh Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam maqtagan ummatlardan bo'lamiz inshaalloh. Shu ma'noda azizlarimiz ham taqvo so'ziga ta'rif bergan ekanlar. Hazrati Ali karramallohu vajhahu aytgan ekanlarki, taqvo degani bu Xudodan qo'rqish degani birinchi navbatda. Xudodan qo'rqqan bandadan yomonlik chiqmas ekan. Har qanaqa razillik, har qanaqa jinoyat, har qanaqa aytaylik haromxo'rlikka ro'baro kelganida, Parvardigor meni ko'rib turibdi-ku. Alloh subhanahu va taolo ertaga mendan so'raydi-ku. Hech kim bilmagan taqdirda ham, hech kim sezmagan taqdirda ham, oshkor bo'lmagan taqdirda ham bu gunohim, mana shu xatoyim, shu jinoyatim ertaga qiyomat qoyimida butun bashariyatning oldida oshkor etiladi-ku. Buni oqibat yaxshi bo'lmaydi-ku deb Xudodan qo'rqishlikni aytibdilar birinchidan. Ikkinchidan, ana shu nozil bo'lgan narsalarga rioya qilib hayot kechirishlik degan ekanlar. Nozil bo'lgan degani bu Qur'oni Karim oyatlari, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari va ulug'larimiz, olimi ulamolarimiz, fozil fuzolarimizni bizga qilgan nasihatlari, ko'rsatib bergan yo'llari. Ikkinchisi ta'rifi shu ekan. Shu yo'lni tutsak adashmas ekanmiz. Uchinchisi dedilar, boriga shukr qilish. Boriga Alloh subhanahu va taolo taqdir qilganiga qanoat qilish, shukr qilish. Zinhor noshukr bo'lmaslik. Va shu shukr ma'nosida to'g'ri yurib, to'g'ri turish. Kimlargadir Alloh subhanahu va taolo
rizqi nasibasini kamroq qilib bergan bo'lishi mumkin. Lekin ana shu kamroq rizqi nasibasiga ham shukr qilsa bor-ku, aslida undan ko'ngli to'q odam bo'lmas ekan. Boriga shukr qilgan odamdan ko'zi to'q odam bo'lmas ekan. Boriga qanoat qilgan odamdan xotirjam odam bo'lmas ekan. Halollik, poklik bilan bo'lsa, qancha bo'lsa ham uni moniligi yo'q. Lekin ana shu halol va pokiza tomonidan kelib turgan rizqga qanoat qilmay, o'ziga belgilangan maoshga qanoat qilmay, aytaylik har xil qing'ir, qiychiq yo'llarni izlashlikka hojat yo'q ekan. Taqvo degani shu deyaptilar. 3-ma'nosi. 4-ma'nosi oxirat kunini esdan chiqarmay, oxirat kuniga tayyorgarlik ko'rib borishlikdir deb aytgan ekanlar. Mana alhamdulillah hammamiz ham oxirat kuniga iymon keltirganmiz. Bu dunyodagi hayotimizdan boshqa yana bir hayot, abadiy hayot borligiga biz inonamiz, ishonamiz. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu dunyo oxirat ekinzoridir deganlar. Bu qisqagina bir hayot bu. Ertami kechmi navbat bilan hammamiz ham Allohning huzuriga qaytamiz. Lekin ana shu Alloh bergan hayotni chiroyli, to'g'ri, savobli bir yo'llar bilan yashasak, dunyomiz ham oxiratimiz ham juda bir ajoyib obod bo'ladi-da. Shunga qarab intilishimiz kerak. Mana o'sha taqvo borasidagi bir necha holatlarni ko'rib chiqamiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytayotlarki, Allohga taqvo qilinglar va rahbarlaringga quloq tutinglar, ularga itoat qilinglar. Mana shu narsalarni sizlarga men vasiyat qilaman. Agarchi sizga bir qul rahbar qilinsa ham itoat qiling. Sizdan kim uzoq yashasa, ko'p ixtiloflarni ko'radi deb ogohlantirib qo'ydilar. Alloh subhanahu va taoloning ilmi irodasi bilan bizga kim rahbar bo'ladigan bo'lsa, u o'z-o'zidan rahbar bo'lmaydi. U Allohning xohishi bilan rahbar bo'ladi. Mana shu hadisni sharhlagan muhaddislarimiz aytadilarki, bu barcha rahbarlar nazarda tutilganlar. Bir mamlakatning birinchi rahbaridan tortib, bir korxonai tashkilot, bir jamiyat, hattoki mahalla raislarigacha nazarda tutilgan deydilar. Arablarda bir maqol bor. Umurul uquli uqulul umuri deydi. Ya'ni rahbarlarning aqli, fahmi, farosatlari farosatu aql idroklarining rahbaridir deydi. Alloh subhanahu va taolo bir insonni martabasini, maqomini qanchalik ulug'lasa, shunga yarasha aql, zakovat, fahmu, farosat berar ekan. Mana bu taqvoning odoblaridan biri ekan. Hamjihatlik, hamfikrlik bir rahbar boshchiligida bir to'g'ri yo'lni tutishlik. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hattoki ikki kishini bir ishga buyursalar, bittasini o'shanga mas'ul qilib qo'yar ekanlar, rahbar qilib qo'yar ekanlar. 2 kishi yo 3 kishi safarga chiqsa, bittasini shu safar boshi qilib qo'yar ekanlar. Hattoki oila 2 kishidan iborat bo'lgan yangi kelin kuyov oila qursa, ana shu 2 kishidan iborat bo'lgan oilaning rahbari bu erkak bo'ladi deb marhamat qilganlar. Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
hammalaringiz rahbarsiz qayerdadir va hammalaringiz qo'l ostidagilaringizdan so'ralasiz deganlar. Oilada oila boshi rahbar. Ayol kishi oila yumushlari uchun mas'ul. Bir korxona tashkilot bo'lsa, o'shaning rahbari shu korxona tashkilotni hamma narsasiga, shu jumladan o'sha joyda ishlayotgan, xizmat qilayotganlarga ham g'amxo'rlik, ular uchun ham mas'ul dedilar. Yana marhamat qildilarki, ayollar borasida Allohdan qo'rqinglar, chunki siz ularni Allohning himoyasi bilan oldingiz. Shu hadislarni Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hajjatul vadoda aytgan ekanlar. Eng zarur masalalarni aytib, ana shu 120 ming sahoba ikromning hozirligida mana shu so'zlarni ham aytgan ekanlar. Ayollaringiz borasida, oilangiz borasida Allohga taqvo qiling. Axir bir ojizani, bir o'zingizga begona bo'lgan, nomahram bo'lgan bir ojizani Allohning nomi bilan siz uni omonatga olgansiz. Shuning uchun ular borasida ham Allohga taqvo qiling. Ya'ni ularni ham rioyasini qiling, hurmat izzatini qiling. Ularni urib tergamang, ta'minotini qiling, tarbiyasini qiling, ehtiyojini qondiring degan ma'noda Rasul akram alayhisolatu vasallam tayinlagan ekanlar. Xulq borasida hattoki Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizga ham nasihat qilganlar. Ey Oysha, Allohga taqvo qiling va muloyimligini o'zingizda lozim tuting. Chunki muloyimlik qaysi narsada bo'lsa, uni bezaydi, ziynatlantiradi. Uni qaysi narsadan tortib olinsa, aybli qiladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, chiroyli muomalali insonni ziynat ziyodi bo'lar ekan. To'rtinchisi mana farzandlar tarbiyasida ham ittaqulloha va'dilu bayna avladakum. Bu ham bir taqvo ekan. Farzandlarning o'rtasida adolat qilish, hammasini bir ko'zda ko'rish, birovga yaxshi muomala qilib ikkinchisini urib tergash ham yaxshi emas ekan. Bu ham taqvodan emas ekan. Mana shu borasida ham Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bizga ko'p narsalarni marhamat qilganlar. 5-inchisi halol kasb-kor qilish. Halol kasb-kor qilishlikda ham ehtiyot bo'lish. Uni vaznda urib qolmang, uni hajmidan urib qolmang. Sizga birov bir narsani ishonib tayinlasa, o'sha ishongandan ham ziyoda qilib ado etishlikka harakat qiling. Bir joyda mas'uliyatli xizmatdamisiz? Shu zimmangizdagi xizmatingizni risoladagidek to'g'ri va uni qonuniy amalga oshirishlikka harakat qiling degan ma'nolar kelib chiqadi. Bugungi jumamiz uchun ajratilgan, ma'ruzamiz uchun ajratilgan vaqtimiz ham nihoyasiga yetib qoldi. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo mana shu eshitganlarimizga, bilganlarimizga amal qilishimizni Alloh o'zi nasib etsin. Alloh hammamizga barakali hayot nasib etsin. Va mana shu uzun va barakali hayotimizni gunoh va ma'siyatlardan saqlanib, savobli va yaxshi ishlar bilan hayot kechirishimizni, natijada dunyomiz ham obod bo'lsin, oxiratimiz ham obod bo'lsin. Umid bilan o'stirayotgan farzandlarimiz kelajakda otam, onam deb mehribonlik ko'rsatadigan farzandlardan bo'lishsin. Alloh hammamizni o'z panohida asrasin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohimin.